Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarim, qadrli otaxon onaxonlar, aziz nafaqaxorlar. Bugungi videomizda sizlarning shaxsiy uylaringizga, hovlilaringizga, umr bo'yi ter tokib qurgan har bir gishtingizga daxl qilishi mumkin bo'lgan o'ta dolzarb va xavotirli yangilik haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Diqqat bilan tinglang, chunki bu ma'lumot sizning ertangi kuningizni hal qilishi mumkin. Sizning hovlingizda qurilgan har bir qo'shimcha bino, har bir kichik omborxona, har bir ochoqxona, hattoki tomorqangizdagi kichikkina tovuq katagi ham endi sizdan tortib olinishi, buzib tashlanishi yoki buning uchun 10 millionlab so'mlik jarimalar to'lashingizga sabab bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Ha, siz eshitganingiz to'g'ri. Kadastr agentligi dronlar yordamida shaxsiy uylar va hovlilardagi noqonuniy qurilmalarni aniqlashga kirishdi. Nima uchun? Kimning manfaati uchun? Umr bo'yi halol mehnat qilib, farzandiga, nabirasiga bir hovli qilgan keksa kishilarning boshiga bu sinf nima uchun keldi? Aziz otaxon onaxonlar, siz umr bo'yi peshona teringiz bilan shu yurtga xizmat qildingiz. Kolxozda ham, zavodda ham, maktabda ham, har bir sohada yurt taraqqiyoti uchun fidokorona mehnat qildingiz. O'zbekiston pensiya jamg'armasi sizga ozgina bo'lsa-da nafaqa beradi, lekin sizning yashashingizga to'laqonli sharoit yaratib bera olmaydi. Har biringiz o'z kuchi, o'z tadbirkorligi bilan bor yo'g'ini yigib, birovga qaram bo'lmay yashashga intilasiz. Ba'zan bir ikki tovuq boqib, ba'zan kichkina omborxonada eski jihozlaringizni saqlab, ba'zan esa farzandlar kelganida ularga alohida ochoqxonada palov damlab berasiz. Bularning hammasi sizning o'z hovlingizdagi shaxsiy ehtiyojlaringiz, farzandingizga bo'lgan mehr-muhabbatingiz ramzi emasmi? Bu kichik inshootlar, bu qo'shimcha binolar sizning necha yillik mehnatingiz, necha yillik tejamkorligingiz, necha yillik orzu-umidlaringiz mahsuli emasmi? Endi esa bularning barchasi noqonuniy deb topilib, sizdan tortib olinishi yoki buzilishi kerakmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu kichik binolaringizni qurish uchun qancha vaqt, qancha kuch, qancha mablag' sarflagansiz? Kimlarning yordami bilan, hashar yo'li bilan qad rostlagan bu inshootlar siz uchun qanday qadriyatga ega? Iltimos, kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bilamanki, bu sizga og'riqli, ammo biz haqiqatni bilishimiz kerak. Hurmatli yurtdoshlar, ayniqsa hurmatli nafaqaxorlar. Agar siz o'z huquqlaringizni bilishni, o'zingizni ana shunday adolatsizliklardan himoya qilishni istasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizning haqqingizni himoya qilish uchun har qanday qonuniy yo'llarni topishga harakat qilamiz. Har bir yangilikni sizga yetkazamiz va sizni har qanday yoqimsiz vaziyatdan ogohlantiramiz. Zero bu yoshda tinchlik, osudalik, adolat juda zarur. Eslasangiz, avvallari xususiy uylar qurish yoki ularga qo'shimcha binolar qurish jarayoni biroz boshqacharoq edi. Hatto 20-30 yil oldin ham mahallada oqsoqollar roziligi bilan hokimiyatdan ma'lumotnoma olib, o'zingizning hududingizda kichik bir omborxona qursangiz, u hech kimning e'tiborini tortmasdi. Chunki buni odamlar o'z ehtiyojlari uchun, o'z oilasining farovonligi uchun qilayotganini tushunishardi. O'sha paytda hokimiyat ham, qolaversa, kadastr idoralari ham odamlarning bu urinishlariga ko'proq tushunish bilan qarardi. Har bir hovlining o'z tarixi bor, har bir gishtning o'z hikoyasi bor edi. Odamlar bir-birlariga yordam berib, hashar yo'li bilan uylar qurar, qo'shimcha binolar tiklar edilar. Bu o'zbek xalqining eng go'zal qadriyatlaridan biri edi. Mahalla tinchligi, osoyishtaligi, ahilligi birinchi o'rinda turardi. Lekin hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Bugun bizning ko'z o'ngimizda shunday bir voqelik shakllanmoqdaki, go'yo insonning o'zi uchun qilgan har bir harakati davlatga qarshi qilingan harakatdek qabul qilinmoqda. Hatto o'zingizning shaxsiy tomorqangizga, o'z hovlingizga qo'shimcha bino qursangiz ham, bu davlat yerini o'zboshimchalik bilan egallab olish deb baholanmoqda. Bu nima degani? Bizning otaxon va onaxonlarimiz butun umrini shu yurtning taraqqiyoti uchun bagishlab, hozir arzimagan pensiya bilan kun kechirayotgan insonlarimiz endi dronlar orqali kuzatilib, ularning har bir harakati nazoratga olinishi kerakmi? Kim ularni shunchalik aybdor qilib ko'rsatishga jur'at etmoqda? Bu mening nazarimda keksa avlodga nisbatan hurmatsizlik, adolatsizlikdir. Yashirincha ubu qilib kun ko'rayotgan keksalarning qolidan borini tortib olishga urinishdir. Xo'sh, kimlar xavf ostida? Birinchi navbatda nafaqaxorlarimizning eng katta qismi, ya'ni 20-30 yil avval qurilgan yoki meros bo'lib qolgan uylarda yashovchilar.
Ular ko'pincha qo'shimcha binolarni o'sha paytda mavjud bo'lgan oddiy qoidalar asosida qurishgan, lekin hozirgi qonunlar talab qiladigan hujjatlashtirish jarayonidan o'tmaganlar. Ikkinchidan, sog'ligi yoki moliyaviy ahvoli tufayli bino qurish uchun ruxsat olish jarayonlarini to'liq yakunlay olmaganlar. Pensiya jamg'armasidan olinayotgan mablag'lar ba'zan oddiy ehtiyojlarga ham yetmayotgan bir paytda qanday qilib keksa bir inson yugur-yugur qilib qaysidir idorada hujjat to'playdi, qaysidir idoraga pul to'laydi. Ular shunchaki shoshilinch ehtiyoj sababli bitta eshigi singan eski saroyni ta'mirlashgandir, bitta eskirgan ayvonni yopishgandir. Ular ham hozirgi qonunlar bo'yicha noqonuniy hisoblanadimi? Va nihoyat o'zining bo'giga, tomorqasiga kichik bir tovuq katagi, chorva mol saqlash uchun kulba qurgan, ammo buni rasmiylashtirishga kuchi, mablag'i yetmagan kishilar ham xavf ostida. Bir misol keltiraylik. Marhum Bobur bobo butun umrini paxta dalalarida o'tkazgan, 5 nafar farzandni tarbiyalagan. Birinchi guruh nogironi umrining so'nggi yillarida uyining orqa hovlisiga eski bir yog'ochdan kichkinagina omborxona yasab olgandi. Unda Bobur boboning yoshligidan qolgan asbob-uskunalari, bolalariga tikkan beshiklari, nevaralarining eski o'yinchoqlari turardi. Pensiya jamg'armasidan oladigan 1.700.000 so'm pensiyasi rozgorga zo'rga yetardi. Shuning uchun o'sha omborxona hujjatlarini rasmiylashtirishga imkoni ham bo'lmagan. Bobur bobo bu omborxona o'ziga qandaydir foyda keltirishi haqida o'ylamagandi. U shunchaki bolaligidan yiggan buyumlarni saqlab qo'yishni istagan edi. Endi esa uning farzandlari mana shu omborxona uchun katta jarima to'lashi yoki uni buzib tashlashi kerakmi? Adolat qani bu yerda? Yoki olis bir qishloqda yashovchi Momo Gulbahorning hikoyasini olaylik. Momo Gulbahorning 2.200.000 so'mlik pensiyasi bor. Nevarasi kasal, doimiy parvarishga muhtoj. Sovuq kunlarda nevarasini shamollatib qo'ymaslik uchun uyining bir chetida o'zining eski sholchalari va gishtlari bilan kichik bir ayvoncha qurib, uni yopib olgan. Bu ayvonchada nevarasini o'ynatardi. Qishning qahraton sovuqlarida o'ziga issiq joy qilgandi. Endi bu ayvoncha ham noqonuniy deb topilib, unga 10 barobar soliq solinishi yoki 2 million so'mgacha jarima to'lash kerakmi? Bu ayolni o'z nafaqasidan orttirgan bir tiyinini nevarasining sog'ligi uchun sarflagan. Endi ana shu arzimas inshoot uchun kimdir jazoga tortish kerakmi? Qonunlar kim uchun ishlayapti? Oddiy insonlar uchunmi, yo'qmi? Bu savollar har bir yurtdoshimizni o'ylantirishi shart. Davlatning ayrim vakillari pensiya miqdorlari oshirilayotgani haqida ko'p gapirishadi. Ha, pensiya jamg'armasi vaqti bilan pensiyalarni indeksatsiya qiladi. Minimal pensiya miqdorlari ham o'zgaradi. Masalan, nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi ma'lum miqdorlarda oshiriladi. Lekin bu o'sishlar haqiqiy inflyatsiya darajasini qoplayaptimi? Bitta tuxumning narxi bir yilda 2 barobar oshgan bir paytda 1.800.000 so'mdan 2 million so'mga chiqqan pensiya o'zgarishni hisoblaydimi? Yo'q. Oziq-ovqat narxi, kommunal xizmatlar narxi, dori-darmon narxlari keskin ko'tarilib borayotgan bir sharoitda keksa avlodimiz ana shu ozgina pensiyaga qanday yashash kerak? Ular o'z hovlilarida kichik bir chorva boqib, tomorqasida 1-2 narsa yetishtirib kun kechirishga harakat qiladi. Chunki davlat berayotgan pensiya ularning hayotiga to'liq yetmaydi. Shunday bo'lgach, ularning o'z kuchi bilan bunyod etgan narsalarni tortib olishga harakat qilish adolatdanmi? Bu mening nazarimcha o'ta adolatsizlikdir. Sizningcha davlatga, kadastr agentligiga o'z hovlisiga biror narsa qurgan keksa insonlar zarar keltiryaptimi? Yoki kattakon davlat binolarini qurishda yer talon-toroj qilinayotgani, katta odamlar katta joylarni egallab olayotgani muammomi? Siz o'z hovlingizdagi qo'shimcha bino haqida, uning qurilish tarixi haqida nima deya olasiz? Iltimos, yana bir bor kommentariyalarda fikringizni yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Nima qilish kerak? Birinchidan, vahimaga tushmang. Vaziyat qanchalik murakkab bo'lmasin, har qanday muammoning o'z yechimi bor. Eng avvalo, siz o'z uyingizning, hovlingizning barcha hujjatlarini sinchiklab ko'rib chiqing. Kadastr hujjatlari, orderlar, yerga egalik qilish huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, qurilish ruxsatnomalari, bularning barchasini jamlang. Agar biror bino eski bo'lsa va unga oid hujjatlar yo'q bo'lsa, xavotir olmang. Ba'zan eski qonunlar bo'yicha qurilgan binolarga nisbatan hozirgi talablar yumshoqroq bo'lishi mumkin.
Ikkinchidan, o'zingizning mahallangizdagi mahalla raisi yoki hokim yordamchisi bilan maslahatlashing. Garchi ularning vakolatlari ba'zan cheklangan bo'lsa-da, ular vaziyatni mahalliy darajada tushunishlari va sizga ma'lumot berishlari mumkin. Yoki kamida sizning holatingizni yuqori organlarga yetkazishda yordam berishlari mumkin. Uchinchidan, kadastr agentligining vakillari yoki dronlardan keyin keladigan inspektorlar bilan suhbatlashganda hech qanday hujjatga imzo chekishga shoshilmang. Avval o'qib chiqing, tushunib oling. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, advokat bilan maslahatlashing. Unutmang, sizning imzoingiz sizga og'ir yuk bo'lishi mumkin. Sizda tushunarsiz savollar tugilsa, ulardan yozma ravishda tushuntirish talab qiling. Har bir harakatingizda o'zingizni himoya qilishga intiling. To'rtinchidan, yuridik yordam olishdan cho'chimang. Advokatlar aynan shunday vaziyatlarda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun faoliyat yuritadilar. Biz huquqshunoslar qonunlarni chuqur bilamiz va ularning har bir bandini sizning foydangizga ishlatishga harakat qilamiz. Ba'zan birgina to'g'ri maslahat sizni 10 millionlab so'mlik jarimalardan yoki uyingizni buzilishidan saqlab qolishi mumkin. Pensiya jamg'armasidan olinayotgan mablag'lar bu jarimalarni qoplashga yetmasligi aniq. Shu sababli iloji boricha tezroq mutaxassisga murojaat qiling. Beshinchidan, agar kadastr agentligi sizning uyingizdagi qo'shimcha binoni noqonuniy deb topsa va jarima solish yoki buzdirish haqida qaror chiqarsa, bu qarorga darhol rozi bo'lmang. Sizda apellyatsiya berish, ya'ni sudga shikoyat qilish huquqi bor. Ko'pincha sudlar, ayniqsa keksa yoshdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning ahvolini inobatga olgan holda yumshoqroq qarorlar chiqarishi mumkin. Sizning har bir huquqingizni himoya qilishga intiling. Oltinchidan, mahallaning boshqa a'zolari bilan birlashing. Agar bir nechta qo'shnilar bir xil muammoga duch kelsa, birgalikda murojaat qilish, jamoaviy shikoyat berish ko'pincha samaraliroq bo'ladi. Davlat organlari yakka shaxslarning shikoyatlariga qaraganda, ommaviy murojaatlarga jiddiyroq e'tibor berishga majbur bo'ladi. Bu qadriyat bizning ajdodlarimizdan qolgan, bizning milliy xususiyatimizdir. Birlashsak kuchimiz, yigilsak qudrat. Aziz yurtdoshlar, qadrli otaxon-onaxonlar. Biz huquqshunoslar sizning yonligingizdamiz. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Umid qilamanki, bugungi videomiz sizga ba'zi savollarga javob berdi va kelgusi harakatlaringiz uchun yo'l ko'rsatdi. Esingizda bo'lsin, sizning har bir binoingiz, har bir qo'shimcha inshootingiz sizning mehnatlaringiz, orzularingiz mahsulidir. Siz umringizni shu yurtga bag'ishlagan, har bir gishtini terib qurgan uy-joyingizda, farzandlaringiz va nevaralaringiz uchun bunyod etgan har bir inshootda endi davlatning bosimi ostida yashashga majbur bo'lasizmi? Bu savolga sizning javobingiz qanday? O'zingiz qurgan binolaringizni buzdirishga majbur bo'lasizmi, yo'qmi? Kommentariyalarda o'z fikringizni kutib qolamiz. Sizning ovozingiz muhim.